kimlerden mesela kiyiniş haqida hammasini bir qisqa qilib tamamlagan bo'ldik. Qolib qolgan yerlar mutlaq bo'lishi mumkin. Ammo uni keyinchi yana to'xtalaymiz deb o'ylaymiz. Ammo bugun vaqt haqida halol harom, yani harom vaqt, harom oylar deymiz. Ba'zida makro vaqtlar, makro kunlar degandek narsalar mavjud. Bu haqda to'xtalamiz. Yani yuqorida biz deb o'tgandek harom degan kelime cheklimi degan ma'noni bildirdi. Ama Türkler yasak deydiken bizde cheklimi değildi. Yani qilmaslik haqida bir narsani, bir ishni qilmaslik yo bir narsani yemaslik deganga o'xshash shundoq bir cheklim qo'yilgan narsani harom deb qaraydi. Onun uchun yuqorqi temilda biz so'zlardan qilishga bo'lmaydigan, qilish cheklangan so'zlar, yepishqa tegishgan, uchiq qilishga bo'lmaydigan o'rinlar haqida, yeyishga bo'lmaydigan go'shtlar, yeyishga bo'lmaydigan yemekler, ishga bo'lmaydigan narsalar haqida bir to'xtalgan bo'ldik. Bugun vaqtniki harom vaqtlar degan qanday vaqtni, ya'ni nima sababdan harom bo'ladi? Bu vaqt to'xtalamiz. Qur'oni Karimda shahrul harom degan kelimalar jiq yerda keladi. Shahr deganning o'zi oy degan ma'noni bildirdi. Harom deganni cheklim qo'yilgan degan ma'noni bildirdi. Yani aynı palani buningda ikkinchi ayning biridan uchinchi ayning birigachilik palani ishni qilmaymiz deb ikki taraf tuzgan kelishimni ko'rsatdi bu yerda. Yani bu vaqt yana ogohlantirgan bir so'z, yani Qur'oni Karimdagi Sura Nahl'niki 116-oyatida Estaizu billah ve la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadibe haza halalun ve haza haramun litebteru alallahil kadibe innellezine yebteruna alallahil kadibe la yuflihun degan şu oyatda bizga ayet qattiq ogohlantirishni berdi Alloh taolo. Yani og'zingizga kelgancha, xohlagancha yakomaydi. O'zingizga o'zi kallasın o'tgan narsani, yani ma'nosi halol, ma'nosi harom deb bundaq gaplarni qilmanglar. Yani bu Alloh taologa yolg'onni to'qgan bo'ladi deydi Alloh taolo. İnnellezine yebteruna alallahil kadibe la yuflihun. Allah'a yolg'onni to'qgan kishini Allah nijotlikka yetkazmaydi. Yani o adam hiçbir zaman ahirda g'alabaga erişemaydi. Şunun için bu yerde bu halal, bu haram deyiş fakat Allah Teala'nınki Kur'an-ı Kerim diyene. Kur'an-ı Kerim kösetken nesi asaslanıp durup Kur'an'da o mani halal dedi, ma şartlık asasen, mani haram dedi dep Kur'an asasen deyişanla bu doğru diyen gibi. Halıgança onun özüne meyli kandak adam buluşluk etin nazar. Alim bolsun, peygamber bolsun, her kandak bir insanniki Kur'an'a asaslanmay turup Allah Teala halal qanı halal, haram qanı haram demey turup hüküm çıkırış hakkının yokluğunu Allah Teala bayan kılın. Yani hiçbir peygamber Allah'ın kitabı tayanmazdan ma haram, ma halal degen emez yani. Bunda diş hem hakkı yok, hem Allah Teala unda hukukunu hem beğen emez. Şunun için nurgun kıyırdaşlarımız var. Peygamber aleyhisselam halal kılgan, Peygamber aleyhisselam haram kılgan deb Peygamber aleyhisselamga böhtan çaplaydıgan. Peygamber aleyhisselamga zulüm kılıdıgan. Allah'ın dinine zulüm kılıdıgan. Allah haram kılmagan nesini haram deydigan, halal kılgan nesini halal demeslik arkalık Allah'a zulüm kılıdıgan. Bundak işler nait köp. Yani hazırki zamanda özünü Müslüman dep atıgan insanların köpüncüsü Allah'a, Allah'ın peygamberge, Allah'ın dinine zulüm kılış arkalık özüge zulüm kemmekte. Yani şunun için biz bu işlerine dikkat kılışımız lazım.
bu rivayetler bilen ya bir alimniki manası halal, manası haram deyişi bilen o narsa halal ya haram olmaydı. Fakat onun da Kur'an'dan bir asas keltiriş gerek, bir delil keltiriş gerek. Mesela en addisi yukarıda biz degenge okşaş. Hayvallardan Allah Teala jirtkuş hayvallarını ve necis hayvallarının özüne iki şartını jirtkuş boğan yoki necis boğan hayvallar haram degan prinsip var. Her qanday bir yerga borsak, şu yerda bizga uçurgan hayvan tipik qarasak, o jirtkuş yoki necis olsa o haram deb şu yerda Allah Teala'nın kitabıdaki illet salsak o haram çıqqan boludu. Yani to'g'ri ne qilgan bo'lamiz degan gap endi. Shuning uchun Qur'oni Karim ko'rsatgan illatlarni yaxshi esimiz saqlashimiz kerak. Nayt o'ng'ay endi buni bir ikki tal shartlarni qo'yib qo'ygan Alloh taolo. Shu shartni esimizda ching tutib olsak, dunyoning har qanday yerda biz ko'rmagan hayvonlarni uning tipini bilsakla, uning halol haromligiga hukm chiqarish, Qur'on qilib hukm chiqarish nayt bizga o'ng'ay to'xtaydi. Undan keyin bizniki hayot yo'limizmi nayt o'ng'ay o'zi echilgan bo'ladi. Ya'ni o'zimizniki hayot yo'lini o'zimiz chitlab qo'ymagan bo'lamiz. Shuning uchun Alloh taolo bu yerda Sura Nahlning 116-oyatida bizga nayt qattiq ogohlantirib, Alloh bundaq yolg'onni to'qimanglar. Alloh yolg'onni to'qigan insonlar hargiz nijotlikka erisholmaydi. Allah onu nicatlıkla yarıştırmaydı deb bu yerda qattiq o'zi bizni ogohlantirgan. Hamda oila haqida bizniki nemada o'zi nurg'ulg'an, ham bizniki asosan shu fiqh kitoblarimiz olsun, rivoyat kitoblari olsun, ashning hammasida tariximizdan buyon haram oylar va deydi. O haram oylar qasidasi bizniki nemimiz bo'yicha 11-ay, 12-ay, 1-ay va 7-ay. Yani Arapça onun o'zini Zulhajja, Zulqa'da, Zulhajja, Muharram deydi. Ana 11-ayni Zulqa'da deydi, 12-ayni Zulhajja deydi, 1-ayni Muharram deydi yani. Andaki 7-ayni Rajab deydi. Yani şu 4 ayının özüne Arap Mekke müşrikleri öz zamanısında haram ayda bekitken bizniki insanlarımız hala hazırgıçılık şu 4 ayının özüne haram dep geldi demdi. Ve lakin Kur'an-ı Kerim'de bu aylarınki hiçbirisinin ismi yok. Ya ki Zulqa'da olsun, Zulhacce olsun, Muharrem olsun, Recep olsun, bir talsınınki ismi yok. Yani Kur'an-ı Kerim'de ismi zikir kılınan ay fakat Ramazan ayı. Ondan başka hiç qanday bir ayniki ismi zikir kılınan emas. Bunun asasen bizim şu haram ay degen qandak ay haram ay oldu o vaqtida degen mesele üstüne toxtalımız yani. Haram ay Kur'an-ı Kerim məxsus bekitpegen, yani Allah Teala məxsus bekitpegen bir aylar barmı? Ya ki Allah Teala aylarını haram kıldığı şartlarını bizge bekitpegen mi? Bu meseleni biz bu yerda hal qilamiz. Yani Sura Bakara'nınki 117'nin 217. ayetini 218. ayet de يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وسد عن سبيل الله وكفر فيه به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. Ayettir dep moşunu dep Allah Teala peygamberge bunu öğütüşlük. Bu yerda yana haram ay dep Allah Teala uçup eliklik
Hem bu nima uchun haram ay bo'lgan? Buning o'zini oxirgi bir qancha oyatlar bor. O'sha oyatlarni birlashtirgan asosda buni tafsillanib qilamiz endi. Yana sura Tövbeniki 36-oyatida inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati vel ard minha arba'atun hurum. Zalika dinul qayyim fela tazlimu fihinna anfusakum ve qatilul müşrikine kafeten kema yuqatilunakum kafe ve'lemu ennallaha ma'al muttaqin degan oyatda yana haram ayet to'g'riliq Allah Teala bizga o'zi tushuncha beryapti. Yani bunun nima deydi desa, inna iddatash shuhuri indalloh. Allah'ın dergahida aylarının sani 12'dir. Allah'ın kitabıda. Kaçandan başladıysa yevme halakas semavatı vel erd. Asman zeminini yaratkan, yani kainatını yaratkandan tartıp aylarının sani Allah'ın kitabıda, o Allah'ın kitabı kası dese levhul mehfuzu diyen gibi. O levhul mehfuzdan küçürülgen nuskısı din sahasındaki Kur'an-ı Kerim yani. Bizim kolumuzdaki. Şu asman zemini yaratkanın tartıp bu ayların sani Allah'ın kitabıda 12'dir. Minha erbe'atun hurum. Yani bütün özü nimelde tercüme kitaplar, tercüme Kur'an'ların özde bunu nimde tercüme kılırsa o 12 ayının içinden 4 ay haram aydır dep tercüme kılır. Hepsi o 4 ay qası. Bu Kur'an-ı Kerim şu 4 ayının ismi var mı diye vaxtıda yok. Ama Allah Teala şu Mekke müşrikleri atılan şu 4 ayının özünü tasdiqlagan. Allah Teala onu xuddi bunu zikri qilsa ve 4 ayının özünü devetse Kur'an-ı Kerim yaman bek yoğunap ketip o'qib olamoqda kitap o'qib ketgandek o 4 ayının ismi bu yerda yo'q degan gap. Kur'an'ın içinde bütünlüğü yok. Yani bu vaxtda qanday tercüme qılındı bu degan vaxtda aslında bu minha erbe'atun hurum deganning o'zi bu haram deb Mekke müşrikleri bekitip koygan o 4 ayının özümüçü 12 ayının cümlesidir. Yani ayrım yani 4 ay diyen 4 ay yani haram ay deb Kur'an-ı Kerim bekitken bunda bir ay yok diyen gibi. Zalike dinul qayyim. Yani bu top doğru dindir. Fela tazlimu fihinne enfusakum. Bunun için sizler o 12 ayının hiçbirisi de özden zulüm kılmağınlar. Yani bunun gibi o'zi nimalqi zid chiqdi degan gap agar shu 4 ay haram ay degan vaqtning o'zida. Nima uchun degan vaqtda 4 haram ayning ichida o'zingizga zulm qilmanglar deganning o'zi 4 ay ketgandagi zulm qilsanglar bo'ladi degan ma'no chiqadi. Bu butunlay o'zi Qur'oni Kerim zulmga o'zi hech bir zaman yo'l bermaslikdan iborat bu prinsipiga qarshi keladi degan gap. Buning uchun bu yerda fihinnadagi zamirning o'zini nega gapiramiz degan vaqtda 12 oy gapiramiz yani. Bu 12 ayning 12 oy deganning o'zi hech bir oyda, yani hech bir vaqt zulm qilsanglar bo'lmaydi degan gap endi. Zulm hech bir vaqt yo'l qo'yilgan narsa emas degan gap. Yanıma o Sör Tövbeniki 1. ayetinden 6. ayetincilik arlıqda mı şu haram ayet doğruluk Allah Teala bizge düşençi berdi. Hem o haram ay nemi sebepten haram kılınganlığı doğruluğun bu yer tefsilatı var yani. Bunun nemi deydiz? Bara'atun minallahi ve rasulihi ilellezine ahadtum minel müşrikin fesihu fil ardı erbe'ati eşhurin ve alemu ennekum gayru mucizillahi ve ennellaha muhzil kafirin. Degan benim o ayetning o'zi nima deydi desa, Allah ve Allah'ınki elçisidan sizlar kelishim tuzgan müşriklarga bir o'zi ultimatum demdi bizde. Bir uqtirish. Ultimatum. Bir uqtirish. Bu uqtirish nima desa, fasihu fil ardi arba'ati ashhurin. Sizlar zaminda yani mush tuproqda 4 ay sizler özü hatırcam yaşayılanlar. Ve alemu ennekum gayru mucizillah. Ve sizler Allah'ını mağlup kılamaydıqanlıqqa hiçbir zaman mağlup kılamaydıqanlıqqa
mag'lub qilolmaydiganligini bilinglar. Yani Allah Teala'nın hiçbir zaman aciz kılamaydiganligini anlatıyor. Siz bilip koyunglar. Ve ennellaha muhtil kafirin. Ve Allah kafirlarni tamamen mag'lub qilib, uning o'zini rasvo qildiganligi uchun o'zi buni bilib qo'yinglar deydi Alloh taolo. Bunu Allah Teala yani bayan qilib va azanun minallahi ve rasulihi ila nasi yevmel haccil ekberi ve ennellaha beri'un minel müşrikin ve resuluhu. Yani bu ayetinin özde yani Allah'ın elçisinden insanlara Hacci Ekber günüsü. Hacci Ekber günüsü özü kılıngan bir ultimatum ya uqturuş. Nima uqturuş degenin özü ennellaha beri'un minel müşrikin ve resuluhu. Allah ve Allah'ın elçisi müşriklerin tamamen ümidini özgürlük hakkında. Ularniki bunun dekin özü İslam'ı kabul kılmaydıganlığa tamamen işenç boğan haletdeki bir uqturuşning özünü sizler ularga yetkizib qo'ying deydi, onunğa bildiring deydi bu yerda. Bu nimani bildirib desa, mush birinchi oyatdagi ahadtum minal mushrikin degan bu so'zning o'zi ahadtum ehdlashgan, kelishim tuzgan mushriklarga degan gap endi. Masalan, bunun da Yevm Haccil Ekber degan kelime bu yerda zikr qilingan. Bu nemini bildirib desa, Zulhajjiniki 10. kunini bildirdi. Zulhajjining 10. kunisi bu bayonot e'lon qilingan bo'lsa, Zulhajjining 10. kunisidan boshlab 4 oy hisoblagan vaqtimizda 4 oy hisoblagan vaqtimizda şu vaqtda qancha oyga to'g'ri kelib ketdi bu? 12-oyning 10'i deyli. 1-oyning 10'i, 2-oyning 10'i, 3-oyning 10'i, 4-oyning 10'i to'g'ri keldi. Yani bu yerdeki 4 oy degan kelime mi? Bunun to'g'ri kelmaydi degan gap. Bu yerdeki bu ayni haram qilgan narsa nima shu vaqtda desa, mushriklar bilan tuzgan to'xtam keladigan bo'ldi. Ahadtum degandiki. Buningdan boshqa nurg'un oyatlarda bor. Bu ahdi yani va'dlashgan, kelishim tuzgan degan to'g'riliq, to'xtam tuzgan degan to'g'riliq, mana shunday o'zi kelimalar jiq yana ostida buni o'qib o'tamiz. Demak, bu yerda oylarni yoki vaqtlarni yoki yillarni haromga aylantiradigan, yani harom degani bir ishni qilmaslik, yani qilishni cheklash haqidagi narsa nima ekan degan vaqtda tuzgan to'xtam degan gap. Men hozir u vaqtda endi ikki qabila, mana aytgan vaqtda ikki qabila urush qilmaslik haqida to'xtam tuzgan bo'lsa, masalan 1 yillik to'xtam tuzgan bo'lsa, 1 yilning ichida shu ikki qabila bir-birisiga urush qilish ikki qabila uchun harom cheklangan bo'ladi degan gap. Bu da hozirgi vaqtda misol İsrail bilan nima Falastin yana urushyapti deyli, amaliyot urushyapti. Aşılar kelishim tuzib, biz bir hafta ma o urushni to'xtatamiz deb kelishim tuzgan bo'lsa, bir haftaning ichida qarshi tarafga urush ochgan bo'lsa, o'zi cheklagan, o'zi urushning o'zini qilgan bo'ldi, jinoyatni o'zi o'tkazgan bo'ldi degan gap. Bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Alloh taolo bizga Qur'oni Karim ko'p joyda bizga buyurgan ve bizga qattiq ogohlantirish bergan narsa nima desa, va'da. Bir insonga yoki bir davlat ikkinchi bir davlatga bergan va'da, to'xtatib tuzgan to'xtamda amal qilish nihoyat muhim masala degan gap. Agar to'xtamni buzsa nima bo'ldi desa, va'dasiga amal qilgan bo'ldi. Va'dasiga amal qilmaganlik nima desa, inson o'zi insonlik nuqtasidanmi nihoyat o'zi qattiq eg'ir bir o'zi boshqa insonlar bundan keyin tamoman ishonmaydigan bir holga tushib qolishniki bir yo'llar degan gap endi. Hayotga vaqtida. Buning uchun bu yerda Alloh taolo maxsus bir oyni yoki bir qancha oyni harom oyda bekitgan emas. Bu oyni harom qilgan narsa nima degan vaqtda Alloh taolo Qur'oni Karimda o'tirib qo'ygan narsa ahadtum.
Başka nimilde, başka ayetlerde misal Sure Maide'deki birinci, ikinci ayetlerinin özümü ya eyyühellezine amenu evfu bil uqud deydi. Va'diga vafo qilish. Falan işni qilmaymiz yoki. Yoki olmaydi bir davlatdagi masalan hozirgi vaqtda bir yerga sayohat qilib bordik. İstanbulga bordik deydi misal. İstanbulga borgan vaqtda Türkiye hükümeti İstanbulga kelgan sayohatchilar qandaq narsalarga rioya qilish kerak degan haqida bir narsa bor. Davlatniki bir tuzumlar bor. Şu tuzumlarga rioya qilgan holatda qaytib kelib berib, chiroyli şu tuzum bo'yicha yashab, u yerda qaytib kelish şu insonlarniki vazifasi degan gap. Agar şu tuzum kelgan odamlar shuni rioya qilish kerak degandan keyin bu odamlar mengishdan burun ashuniga rioya qildiganligini u yerga borgandan keyin zaten shunday narsaga rioya qilishim kerak. Bu yerda men fasod chiqarib Türkiye hukumatiniki tishiga tegadigan ishlarni qilmasligim kerak degan haqda o'zi nim qilib bir tushunchaga ega bo'ladi degan gap. Bu yerga borgandan keyin shu o'zi Türkiye hukumatiniki İstanbul territoriyasiga Türkiye o'ziniki davlatiga qo'ygan shu qonun prinsiplariga amal qilish, u yerda qalaymiqonchilik chiqarmaslik bu odamning gardini tushgan bir vazifa bo'ldi. Şunu qabul qilgan asosda u yerga borgan bo'ldi. Agar uningga qarshi chiqqan vaqtida u nima bo'ldi desa, tahdiga yoki bo'lmay davlatning shu yerdagi prinsiplariga qarshi chiqqan bo'ladi. Davlat uni tutib so'lashga u odamga haqli bo'ldi degan gap endi. Buni aytgan vaqtida. Buni shunga o'xshash bu yerda hozir mana kelishim haqidagi masala Peygamber Aleyhisselam zamanında bu 4 ay yani Nait özellikle Saudi Arabistan bek isip ketmeydiğen 25 gradusdan 30 gradus aralıkta ısık oladigan bir vaqt bu 11. ay, 12. ay, 1. ay deganlar. Bu vaqtda bir yerga safar qilish, qarshi taraflarga harbiy yurish qilish ishlari nihoyat yaxshi bo'ldi endi. Nima degan vaqtda qattiq bo'lmagandan keyin bu yerda odam safar qilish nimalari biroz qulaylik bo'ldi. Peygamber Aleyhisselam'ın vaxtını tatip, sahabeler olsun, tabi tabiinler olsun, meyli özü Umeviler olsun, nime Abbasiler olsun ya ki her kandak bir nime kurulgan devletler hiçbir zaman özülen toxtan bombagan milletlerge yürüyüş kılışta bu 4 ayını asas kılan emez. Bu 4 ayının içinde meni vergen. Fakat yürüyüş kılmagan taraf neyim bolgan degan vaqtida özüne kelishim tuzgan. Bo'ldi sizga biz nima qarshi chiqmaymiz. Siz bizga o'zi qarshi chiqmanglar bo'ldi biz nima qilamiz endi ashunda kelishim tuzib, mush kelishimga amal qilamiz deb vaqtida davlatga boj topshirish yoki ishlarini joyida qilib turgan odamlar bo'lsa, buning hech bir zaman Peygamber Aleyhisselam yoki sahabenin zamanında yoki tabiinlarning zamanında hücum qilmagan. Nima uchun degan vaqtda bu yerdagi masala bu 4 ay masalasi emas, bu yerda oraliqda tuzilgan kelishim masalasi bor. Kelishim bo'lgan millatlar bilan, kelishim bo'lgan qabilalar bilan shu kelishimniki vaqti, ya'ni qancha oy vaqt yoki qancha yillik tuzilgan shu vaqtning ichida buzmagan shart ostida nima qilmagan? Yani onun karşı uruş kılmagan. Yani o Baraatun diyen şu ayetin özümü Fesihu fil ardı erbaate eşhurin diyenin özümü neymi diyen vaxtıda kelişimdeki ahırkı vakti 4 ay tügüge vaxtıda boldu. Boldu kenemdi. O şu tefsirledim enik yazıklık bunu 4 ay toşka vaxtıda Peygamber Aleyhisselam Mekke müşrikleri bilen kıgan kelişim tügeydi ki kelişimde vakti. Onun da ikinci o diye vaxtda ahirki ayetinin özde فَاِذَنْ سَلَخَ الْاَشْهُرُ الْهُرُومُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَاِنْ تَابُوا وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ diyen o şu 5. ayetinin özde bunu tefsili bayan kıldı misal. Haram ay yani uruş kılmayımız. Birbirimiz karşı uruş kılmayımız, birbirimizin düşmanlarına yardım vermeyimiz diyen şartnama 4 aydakin tügey diyen gibi. Şu tügey vaxtida müşriklerin qandaq qılışıl diyen vaxtida qayat tapsan şu yerde
kılıç götürüp sizga qarşı chiqqanicha o'ltiringlar. Kılıç ko'tarmagan asos sizga qarshi chiqqanlarcha tutib so'langlar va ularni har do'xmushda nazorat qilinglar. Deydi bu oyatning o'zida. Fa in tabu, agar ular qarshi chiqishdan qaytsa, yana o'zi hokimiyatga qarshi chiqmaydigan holatda biz bo'ldi, endi qarshi chiqmaymiz, sizning hokimiyatingizga biz bo'ysunamiz desa ve aqamus salate. Ular sizlarga hamkorlashsa, hamkorlikni barpo qilsa va atavuz zakate. Ular sizlar qo'ygan bojni vaqti-vaqtida bas topshirsa, fahallu sabilahum. Ularning yo'lini to'smanglar. Yani ularni shu yer yashiqlik yo'l deydi Alloh taolo. Bu nima degan gap degan vaqtida Mekke mushriklar haqidagi oyat bu. Lekin bu her qanday bir o'zi nimaga davlatniki bir davlat bir yer besoga vaqtida bu hokimiyatga bo'ldi biz sizlarga hamda bo'ldi kuchimiz yetmadi asosan qarshi turmaymiz ammo sizlar topshirgan bojni nima qilamiz sizning qonun prinsiplaringizni biz bo'ysunamiz degan vaqtida uni o'tirish sizlar o'zi to'g'ri emas degan gapim xato degan gapimdi. Shuning uchun bu yerdagi bizniki hozirgi maqsad qilgan narsamiz nima degan vaqtida haram ay deganning o'zi ashhurul hurum deganning o'zi ya'ni biz urush qilmaymiz, bir-birimiz dushmanlarga yordam bermaymiz degan shartnoma tugagan vaqtida ular hujum qilsanlar bo'ldi degan ma'nodagi oyat bu. Demak bu yerda nimani bildirdi degan vaqtida oyni harom qilgan narsa Alloh taolo maxsus bir oyning o'zini ya bir qancha oyning o'zini ma ay harom deb belgilamaganligi. Alloh taoloning belgilaganligi nima degan vaqtida sizlar o'g'ilvaldak o'zi o'ttirdi bir kelishimni tuzab, ma'ayilning o'zida biz bir-birimiz qarshi urush qilmaymiz degan vaqtning o'zida urush qilmasliginglar kerak, va'dangni vafo qilishinglar kerak, kelishimga amal qilishinglar kerak deydi Alloh taolo. Bu yerda va'daga amal qilish, yani to'xtamga amal qilish haqida bizga bayonot beryapti. Buning uchun bu yerda nimani bildirdi desa, qaysi oyda masalan o Makkada 11 ay, 12 ay, 1 ay bek issiqib ketmagandikin bu qatim biz bordik 12 ayda. 25 30 gradus aralıqda issiq bo'ladi-ki, kechda bunda bir tal kostyum kiyib, yursak bo'ladi-ki, hamda kunduzi zaten kaltiyan ko'ylak bilan yurishki bo'ldi-ki, adam issiqdapmi ketmaydi-ki, shunday yaxshi. Bu vaqtda bu 3 oyda Makkaga kelib atrofdagi qabilalar Makka shahariga kelib o'ziniki mollarini akilib setib, tijorat qilgan gap. Ay. Uning uchun o Makkaliklar atrofdagi qabilalar kelishib, mush oyda biz urush qilmayli deb to'xtam tuzgandan keyin 3 oyning o'zida her tarafdan kelgan tijoratchilar va xotirjam 3 oy o'zi tijorat qilib ketgan gap. Ham 7-oy ham vaqt degan vaqtda 7-oy nihoyatda pek qattiq issiqib ketgan 55-60 gradus issiq bo'lgan bundaq bir oy endi. Uning uchun o vaqtda urush qilish nihoyat qulaysiz. Uning uchun bu bir oyning o'zini ham urush qilmaslik haqida kelishim tuzgan shu Makka mushriklari. Bu yerda biz nimani bizniki bilib olganimiz nima degan vaqtda bizning bildiğimiz biz qaysi davlat bilan qaysi oyda kelishim tuzgan bo'lsak, qancha oylik kelishim tuzgan bo'lsak, masalan 5-oydan 6-oygacha yoki 2-oydan 5-oygacha aralıqda bo'lamdi. Qaysi oyda kelishim tuzgan bo'lsak, shu oyning ichidagi kelishimga amal qilish bizning vazifamizga degan gap. Alloh taolo buni buyurganligini bayon qildi Qur'onda. Ya tarixni o'qiydigan bo'lsa mana shu nimaniki tarix tabiri deymiz. Masalan shu tarixlar bor bu uyda. Başlangıç tarixning o'zini o'qisa, hech bir zaman sahabalar olsun, masalan Umarniki, Osmanniki zaman, Alining zamanlaridagi urushlar olsun, bu o'zi harom qilingan oylar deb maxsus shu 11-oy, 12-oy, 1-oy, 7-oyning o'zini buni urush qilsak bo'lmaydi degan yerlar yo'q. Nima uchun degan vaqtda faqatla kelishim tuzgan qabilalar bilan urush qilmagan. Chunki kelishimga amal qilish lozim. Yani va'daga vafo qilish lozim. Ammo qabilalarga ultimatum topshirib, sizlar bu dinni, islomni qabul qilinglar yoki bo'lmaydi bizga bo'ysuninglar.
Eğer boysunmaymiz sana biz karşı uruş kılımız diye vaxtınızda mayli 12. ay olsun, 1. ay olsun, o 12. ay, 1. ay, 11. ay degan nayet güzel bir vaqt o Mekkelikler için. Çünkü qattiq bo'lib ketmaydigan bir vaqt. O vaqtda mı urushni boshqa o'zi arliqda kelishim bo'lmagan, uning o'zi mushin chiqargan bunda qabilalarga qarshi urushni davomlashtirib qilaydi degan. Çünkü ular bu aylar bu oyatlarning o'zini nayet to'g'ri tushunganligi uchun qilayotgan narsa bu. Yani bizim zamanımız kelgancha degan vaqtda bu o'zi urush qilish haram qilingan oylar deb maxsus Makka mushriklari urush alqi tuzib qo'ygan 4 tal oyni tutib olib qo'yadi. Mush oy haram oylar deb biz o'zimizga bekitib olaylik. Yani demek yo'g'an nima degan vaqtda oyni haram qildigan nima? Haram oy deb Alloh taolo maxsus belgilab qo'ygan bir oyning yo'qligi Qur'oni Karimda. Qur'oni Karimda hech bir zaman Zulhijja, Zulqa'da, Muharram, Rajab degan bir oyning ismini chiqmaydiganligi. Faqat oyni haram qildigan, oyda urush qilishni haram qildigan narsa nima kerak degan vaqtda ikki qabila yo ikki davlat hozirgi vaqtda urush qilmaymiz deb kelishim tuzgan bo'lsa, shu kelishim urush qilishni haram qildigan narsa ekan degan gap. Yani haramlık hükmüne zaman makan belgelemeydi o iş. Belki zaman makandaki işin karakteri belgeleydiğinde Allah'ta. He, va'da şu yerki narsa, va'da belgileydi degan gap. Yani hozirgi vaqtda misolda ma o Angliya va Skandinaviya davlatlari ya Amerikalar bilan masalan bir qism o'sha yemek içmek sohasida kelishmoqliq misol. Bular bizniki standartimizga, yani bizning o'lchimimizga loyiq holatda ishlaysa, andaki akasang bo'ldi deylik. Masalan, to'xu masalasida to'xni ular bir xil doriq chilab, anikin qildiki, bu doriq chilsang bo'lmaydi, biz uni olmaymiz deylik. Onu çilemay bizniki şu biz talep qilgan bo'yicha işte akasdan biz alimiz deylik, ular yo'q biz uni unda qilsak bo'lmaydi deb ular uni unumaqliq prensip bo'yicha aytgan vaqtida yoki ikki taraf kelishgan tuzum nima kelishim buningga o'zi asoslanadi degan gap bu halol harom masalasi. Yani bu mavu 4 Maid'deki birinchi oyatining o'zida ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqudi uhillat lakum bahimatul anam illa ma yutla alaykum g'ayri muhillis sayd va antum hurum degan mush oyatning o'zidami awfu bil uqud deganning o'zi sizlar o'zi va'daga vafo qiling degan gap. Kelishimga vafo qiling degan gap. Bu nima degan vaqtida
Mekke'nin etrafındaki kabileler gelip o Mekkeliklerle kilişim tuzup Mekke kelgendekin onunki özü Mekke ve Mekke'nin etrafındaki yaylaklardaki yaki şuradaki ormanlıklardaki yavu hayvanlarını oğlap yemezlik. Bu yer daraxtlarını kesmezlik. Bu yerde buzgunçılık kılmazlık. Yani Mekke kelgendekin o yerdeki cedel çıkarıp ictimai özü cemiyette buzgunçılık kılmazlık hakkında kilişim tüzüyor. Ama şu neyme hacının babıdı bab bu. Bu yerde kalaymıkancılık çıkarmanlar, o yani hayvanlarını öldürmanlar, daraxtlarını kesmanlar diye hakkında neymeler var. Bu neyini bildirip diye vaxtıda aşırında bir prensiple emel kılış. Yani bu halkı Beni İsrail hakkında mı bunda bir ayet var. Şu şehir kirgen vaxtıda secde kılan haletli kiranlar diyen ayet var o. Hoş. Secde kılan haletli kiranlar diyen söz neymi dese şu şehirniki ilgisi olan insanlar tüzügen prensip, kanun prensipçi emel kılan halette, boysunluğun haletli kiranlar diyen oldu. Yani biz adette özümüz misal alsak, ben London'a geldim. London'a gelgenden keyin Angliya devletiga chiqqan qonunga bo'ysunish sharti yo'li kelinmaydi. Bu yerda men bu Angliya hukumatiniki qonunlarga bo'ysunmasam, Angliya hukumati meni tutib solab, qilgan ishim qarta jazolash huquqi bor degan gapim. Shuning uchun bu yerda Alloh taoloning devatqan nima degan vaqtda nega borsam, aşağıdaki yani qas shahar, qas davlatga borsam, şu davlatniki shu yerdagi prinsiplarga yani ijtimoiy siyosiy prinsiplarga amal qilgan asosda bo'ysungan holatda berishing kerak. Sen u yerga pishni fasod terib, bu yerda buzg'unchilik qilib, davlatni bearam qiladigan mundaq shakldagi ishlarni qilsang bo'lmaydi degan gap endi. Ama o davlatning o'zi mal kelgan odamni misolda biz Angliyada yashayapmiz. Angliya hukumati kelib, soqchilar kelib, sen mana cho'sh go'shi yemsan bo'lmaydi deb og'izlarimiz ya bo'lmaydi, haraq qishimsan bo'lmaydi deydigan bunday bir prinsiplar yo'q. Bu yerda bu davlatda diniy e'tiqod erkinligi bo'lgandan keyin faqat davlatniki ichida qalayimqonchilik chiqarmaslik, davlatniki ichi jinoyat o'tkazmaslik, bunday jinoiy ishlar qonuni, siyosiy qonunlari va bunday qonunlarga bo'ysunish kelgan odamlarniki ustidagi bir vazifa degan gap. Yemek içmek hakkında bu devletler zaten Xitay olmagandan keyin onun hech qanday o'zi ro'za tutmamsa, namoz o'qimamsa, uning hech qanday ishi yo'q degan gap. Agar hamda o'ziniki dini yoki nima madaniy sohasidagi ishlar yo'l qo'ymaydigan bo'lsa, uni u davlatni talab qilish, ya'ni yo'li bo'yicha talab qilish, ya'ni o insonlarning haq huquqi degan gap. Yani ma'u nimenin özümü Sör Maid'deki 94. ayetinin 100. ayetilik aralıkta yama uzun ki ya eyyühellezine amenu la taqtulus sayde ve entum hurum ve men qatalehu minkum mutammiden feceza'u mislu ma qatala minel na'ami yahkumu bihi zava adlim minkum degan şu ayetinin özünde ahırgıçılık nimde degan vaqtda ey mu'minlar sizlar hurum yana hurum degan gap bu yerdagi ma'u kitoblarda uni ihramning ichidagi vaqtdan oldi deydi. Hem ihramning ichidagi vaqt degan gap nima degan vaqtda oq kiyimniki axlatning ichidagi vaqtdan oldi degan gap emas. Haram kirgan yana shu Makka shahri kirgan vaqt bilan chiqadigan orliqni ko'rsatdi bu. Şu vaqtning o'zida şu Makka shahrida shahar kirgandan keyin nimalarga bo'ysunishlar kerak degan prinsiplar bor bu yerda. Şu prinsipning ichidagi vaqtida u yerdagi yovi hayvonlarning o'zincha o'lmanglar deydi. Yani bu yerda nima degan vaqtida etrafida keladigan odamlar bilan orliqda kelishimda nima degan vaqtda yovi hayvonlarni o'g'lash bu odamning o'zining o'z manfaatida. Misol Makkaliklar şu
ovchilik qilib jon boqadigan gap masalan go'shtning ishini shu nima ovchilik qilib hal qiladigan gap. Hem etrafdan kelgan odamlar hammasi ovchilik qiladigan vaqtida bu yerda u odamniki yeydigan go'shti tugab ketadi endi. Yoki eng az o'g'acha azayib ketadi. Shuning uchun bu yerdagi o'z manfaat uchun bu yerga kelgandiki bizniki manfaatimiz bo'lgan bu o'zi nimaning o'zini yav hayvonini o'lmaysizlar, uni o'ltirib yemaysizlar. Bu shartlar kelisizlar degan narsa bor. Uning uchun Alloh taolo bu yerda nima deydi? Shu narsani o'ltirmaysizlar deylik. Nima uchun? Arliq kelishgan, arliq tuzgan va'da shundoq, kelishim shundoq. Yana hozir biz hammamiz o'zimiz turayotgan shahar yoki o'zimiz turayotgan davlatni misol qilgan vaqtimizda bu narsani uch qal bo'ldi degan gap yollamizda. Yani aşağıda biz kelgandan keyin u davlatniki qonun prinsiplariga qanday bo'ysunimiz, qanday davlat bizni jazolamaydi. Hozir misol bir tal miltiqni olib chiqibdi ekan mayada. Allah çıkıp bir tal müşkün et bakaylı ya miltik olmasın. Onda tipik ötürüp koyaylı bizni cezalaydı bu yerde. Bu yerde onda hayvanlarını onda öldürüp ötüş cinayet hesaplandı. Şunun için bu yerdeki kanunu bilişimiz gerek. Kanun boyunca bu mandak işlerini kılsak bu halkı bizge cinayet hesaplanırken onun için biz bu sahadaki neslerge kanun boyunca iş kılgan vaxtda biz öz doğru kılgan boldu ekemiz hükümetniki yoki mayadagi yerlik insonlarniki tishir tegmagan bo'ldi ekanmiz deb buni kelgan odamlar buni bilish kerak degan gap. Chunki bu yerdagi masala nima degan vaqtda haram oy, haram vaqtlar degan mavzu bo'ldi bu. Vaqtlarning haram bo'lishi Alloh taolo belgilab qo'ygan bir haram vaqt degan bir narsaning yo'qligini fakat Allah belgilegen neresi neymi diye vakıda Kur'an-ı Kerim nacihiyeti babu. Evfu bil uqud, evfu bil nurqiyeti babu. Bunda kelimeler, bunda cümleler. Vədigi opak kılış. Vədigi opak kılışın özü, yani vədisiga opak kılan insan, insanlık hısleti boğan insanlar kılır bunu. Bunun için Allah Teala bu yerde şu vədigi opak kılıp Adem'deki özü bir insan bulunma demek kendi. Bunun için bu halkı başka insanlar uyat tüzgen to'xtam yoki mayda tuzgan qonun prinsiplarini hurmat qilish ham u kelgan musofirniki gadindagi vazifa degan gap. Bu musofir bo'lib kelgan odam bu yerga pishni basat terish uchun yoki davlatning qonun prinsiplarini buzish uchun kelish bu butunlay o'zi jinoyat hisoblanadigan gap. Buni deyapti Alloh taolo. Yani bu Sure Haj'daki 24-29. ayet asasen 29. ayetinin özümü veliyupu nuzurehum veliyettevafu bil beytil atiq degan şu ahir kelimning özümü nimda degan vaqtida nazirlarga vafo qilish. Yani Arablarniki qoidasida shu vaqtida bu hajji faoliyatidagi bir qism ahkam nimalari prinsiplari deb qaraldi bu. Lekin bu Kur'an'daki bu ayetlerdeki asaslangan vaqtida şu yerga berib şu etrafdan kelgan qabila boshliqlari, tijoratchilar, qabila boshliqlari asosan u yerda bir moddalarni tuzuydigan gap hamda shu yerga kelgandan keyin ularniki tuzumlari Makkaniki Mekke'ye ziyan sanmagan bir şart aslında bir düzelgen bir prensipler var. Baş prensiplerga emel kılanlığını ifadeleş için bu yerde ular nazir kılıdı. Nazir degende misal koyunu suyup ya kala ya tögülünü suyup bu yerde kan kıldıgan gap. Kan kılış bunun da kelgen narsa. Bu nayeti çin vədi kılanlığını, vədisi mutlak turduğanlığını ifadeleyen nemeleri. Misal bunun burunki 500 yıl burunqi vaqtlarning o'zidimi va'dasi turdiganligini ifodalash uchun qo'lni kesib qon chiqirdigan. Yoki bo'lmaydi ikki odam do'st bo'lgan bo'lsa, u do'stlikqa abadiy o'zi xiyonat qilmaslikni ifodalash uchun ikkisi qo'lni kesib, qo'lni bir-biriga mundaq qonni tekkizib, andan keyin o'zi
qasamga o'xshash mundaq ifodalaydigan narsalar burun tortib bor narsalar misol. Bu nimani bildirib desa, biz va'damizga cho'qim amal qilamiz degan narsani bildirib degan gap. Bu yerdagi o hajga kelgan insonlarning o'zimi bu yerga kelgan bu Makka shahri kelgandan keyin biz cho'qim o'zi va'damizga vafo qilamiz. Bu yerda chiqarilgan qonun prinsiplarga biz cho'qim hurmat qilamiz. Bu yerda qalaymiqancha chiqolmaymiz degan qarta bir va'da qilgan va shu va'dasini ifodalaganlik bo'ldi deb hisoblanadi. Nuzur degan kelimalar bu. Şunun için bu yerdeki mesela bir kısım vaqtlar aşındaq kelişim tüzügen yoki devletniki çıqagan qonuni bir taraflama bo'lgan misal nemini ağa vaqtida bir devletga borsak o devlet mesela biz çıqagan qonun emas u yer tüzügen kelişimmi yo'q biz bilan ammo o devletning qonuni bor u yerda biz u yerga musafir borgandan keyin qildigan amal qildigan ishlar bunun hammasi nima degan vaqtda kelişim veya olmaydı kanunlarga şu devletlerin kanunlarına emel kılış hem özü bu yer nemini bildirdiyse şu bağan vakitlarının içinde şu bir kısım işlerini ki kımmaslık yani özüge çeklim koyganlık hakkındaki prensiplerini bildirdiğin gibi. Yani haram degen nesi nemi dese bu yerde şu vakitinin özü haram degen mana çıkmaydı şu vakitte şu özü devlet kımma degen işini kımmaslık bu adamı çeklim nemi bu adamga koyulgan bir çeklimi degen gap onu kılış bu adam özü haram işini kılgan boldu degen mananı bildirdi. Yani bu yerdeki haram bunu bildirdi. Evet, bazen gapni tushuntirishim qiyin bo'lib ketyapti adam qonunga to'g'ri keladigan gapni deb bo'lmay qoladi adam. Shu. Hamda lekin shu asosiyatdan shu nimaninki haram degan gapniki ma'nisi qanday chog'da qaysi makon qaysi vaqtda nimaga asosda shunday bo'ldi xalqqa. Yani bu yerdeki haram külle yoki Saudiya Arabiston yoki Makkaga qartilmaydi. Yani dünyanın her qanday bir yerde bo'lsin, her qanday bir zamonda bo'lishini qat'iy nazar, her qanday oy kunda bo'lishini qat'iy nazar, ikki odamning o'tirishdan bo'ladi misol bu narsa. Ikki odam, yani ikki qo'shni bir-biriga mayad ma arliqqa to'saqni qo'yamiz. Bununki bir-birimiznikiga mallarimiz o'tib ketmasin. Bir diqqat qilaylik deb ikkisi shunday bir va'dani qilishgan bo'lsa, bizniki vatanlarda misol jiq bo'ldundaq ishlar, mal kirib aniki beq kirib alqi daraxtni g'ajab ketadigan ishlar jiq bo'ldi misol undaq ishlar. Qo'shnilar deydi. Qo'shnilar diqqat qilsanglar meni o'zim u g'ajab ketmasa, daraxtlarim qurib ketyapti deydi endi. Bu yerda biz ma'qul deymiz. Ma'qul deganlik bir va'da berganlik bo'lib hisoblanadi. İkinci qachon onun diqqat qilmay va kirib ketishi biz va'damiz turolmaganligini ifodalagan narsa. Undan keyin o qo'shni o'zi o'tgan mana degandim-ku sen o'zi deyishgan-ku. Va gapga bir amal qilsak nima bo'ladi bu? Ziyon bo'lyotadi-ku deydi uniki qaqshash yoki o'zi ashundaq deyish haqqi bor degan gap shu vaqtning o'zida. Demak, bir oila yoki ikki odamni o'tirishdimi bundaq o'zi va'da berish yoki kelishim tuzash ishlari bo'ladi. Şu kelishimning ichida nemini bu ikki odam cheklagan bo'lsa, mana qilmaymiz deb cheklagan bo'lsa, shu narsani qilmaslik, ya'ni shu narsani qilish bu ikki yil tarafga harom degan gap bo'ldi. Shu vaqtning o'zida. Bu ikki shaxsiyatdan boshlab ikki davlat kichik hammasiga o'zi har sohada o'zi kuchga ega degan gap. Faqat u urush qilish xoslashtirilmaydi bu narsa. So'zset olsun, siyaset olsun, her qandaq sohada ikki taraf tuzgan bir kelishimga asoslanadi yoki bir tarafnikiga ikkinchi bir tarafga keldigan shu qilib qolsa, bu tarafniki maqsad tuzgan qonun prinsiplarga asoslangan bo'ldi. Ama mesela pandemide ma'lıq
Koronada sırtqa chiqish harom bo'ldi mesela shundaymi? Misal Deganga o'xshaydi. Yevropada şu korona vaqtida 2 metrdan araliqni 2 metr qo'yinglar dedi. Bundan keyin maska taqanlar dedi. Davlat ashunda degandek xalqlarimiz maska taqan bo'ldi. Bu yerga borsaqmi araliq qoladi. Chunki yuqumlanadigan gap odam. Unda bo'lgandan keyin demak ki nima degan vaqtda u yerda o doktorlarning ichidan chiqqan olimlar uni tekshirib, qanchalik araliqda bo'lsa, o yuqidi. Qanday yuqumnay töven bo'ldi yoki yuqmaydi deganning o'zi tadqiq chiqqandan keyin buni bekitgan narsa uningga amal qilish o'zi uchun foydali bo'lgan gap endi. Buning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda qo'yilgan prinsiplarga amal qilmaslik haromni qilganlik hisoblandi. Haram deganda bu yer cheklama degan gapning o'zi cheklangan ishni qilganlik bo'lib hisoblanadigan gap endi. Shuning uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtda bir o'rin yoki bir zamonga xoslashtirilmaydi bu harom degan kelima, harom vaqt qachon, qaysi soat, qaysi minutning o'zida ikki taraf kelishgan bo'lsa, qancha oylik yoki qancha kunlikka bir ishni qilmaslik haqida shu orliqda shu ishni qilish haram bo'lgan bo'ldi, ya'ni shu ikki tarafga degan gap. Buni bunday tushunsak bo'ldi. Yana hozirgi vaqtda mana shu vaqtda ikki davlat o'tirisidagi kelishim haqidagi mazmunlarni bunday esimizga olsak, buni nihoyatda o'ng'ay tushuna olamiz. Shuning uchun bu Qur'oni Karimda haram oy hech bir zaman zikr qilinmagan, faqat oylarni yoki vaqtlarni haram qiladigan shart zikr qilingan. U nima degan vaqtda ikki taraf kelishgan, ikki taraf o'zi tuzgan kelishim yoki bir odam yana bir o'zi davlatniki territoriyasiga dastigan vaqtida u davlat qilgan qonun prinsip bu odamniki bir qism ishlarni qilmaslikqa qo'yilgan bir cheklimani ifodalaydi degan gap endi. Ama shunday tushunib olsak bo'ldi. Ikkinchisi, bizning aramizda jiq nimalar bor? Masalan, juma kunisi bunu Türkiye'ye borsak, vatandan batı bu işler. Hazır Türkiye'de bor. Cuma kunisi oshxona açılgan insanlar oshxonani taqab qo'ydigan, Ramazan oylarida oshxonani taqab qo'ydigan, nima uchun degan vaqtda Ramazan oylarida ma'qul hamdalqi ro'za tutish dal qiyin bo'lib qoladi deb taqqan bo'lsa, u bir masala. Lekin gunoh bo'ldi Ramazan oyida nima oshxona echish degan mundaq niyatda yoki mundaq e'tiqod bilan taqab qo'yish buning o'zi xato. Nima uchun degan vaqtda Ramazan oyida Alloh taolo bizga ro'za tutishni farz qildi. Bu ro'zni Alloh taolo Qur'onda ko'rsatgan shaklda tutamiz va oshxona echaveramiz. Bu oshxona echishning o'zi u alqi qahni ro'za tutmaslikqa tashqiqlik emas. Zaten ro'za tutgan adam har qanday vaqt tutaveradi, tutmaydigan adam tutmaydi. Tutmaydigan adam tomoq yeyish kerak. O adam kelib tomoq yesa, u gunoh bo'lmaydi. Misol biz o'zimizning tijoratni qilaveramiz, ular o'ziniki tomoqlarini yeb, gunohni o'tkazsa, o'zi o'tkazdi misol. Buning uchun alqi Ramazon oyida nim qilish, oshxona echishni haqqi gunoh ko'rsatadigan bunday gaplarni qilish islom dinida butunlay xato bir ish. Yani cuma kunisi, cuma kunni nihoyatda o'zi ulug' bir kunni hisoblab, bundaq o'zi cuma kunisi oshxona ichish makruh yoki bo'lmaydi, harom degandek bundaq bir e'tiqod bilan qilish bu Alloh taolo harom qilmagan narsani harom qilganlik deb hisoblandi. Bu nihoyat cho'ng bir jinoyat deb hisoblandi. Yani Alloh taolo Qur'oni Karim nima deydi degan vaqtda maxsus cuma kunidagi namoz qarta فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون deydi. Cuma günüsü namazını ada qilib bo'lgandan keyin hamma ish yeringiga, ish o'rniga beringlar. Bu yerda Alloh taolo vabtaqu min fazlillah. Alloh taolo bergan ortiqchilik bilan bu yerda o'zingizniki tafovutini tepinglar deydi. Va lekin bu yerda vazkurulloha kasiran. Allah'ını eslashning o'zini hech bir zaman unutib qolmang deydi. Alloh taolo ko'p eslang deydi. Nima bu degan vaqtda
Allah Taala her bir insonniki qilgan ishiga, bir odam oshxona ochgan bo'lsa, oshxonda o'zi insonlar qanday muomala qilish, oshxonda o'zini tomoqni qanday qilish, masalan, pokiza, halol tomoqlarni qilish, o'xshash hamma odamga o'xshash tomoq berish, ya'ni o'xshash deganimiz yana birsiga jiq, birsiga oz yoki bo'lmaydi, birsiga go'shtliroq, bundaq tomoqni bermasdan hammasini adolatni asos qilgan holda muomala qilish. Bunun o'xshash prinsiplarni yana oshxona ochgan odam esda tutish, do'kon ochgan odam, masalan, raqtatgan odam raqni birisi kelgancha so'zib o'zi berib, yana birisi kelgancha andaq qilqi berish orqali xalqni ziyon tatqizish maqsad qilmasdan hamma odamga adolat bilan muomala qilish. Bundan iborat Alloh taoloning Qur'oni Karimda ko'rsatgan prinsiplarini esda tutishni Alloh taolo buyurdi. Ya'ni har odam o'zining ish yeriga borgan vaqtda bu ish ustida Alloh taolo bizga qanday prinsiplarni qo'ydi, biz shu prinsiplarga amal qilgan asosda ish qilishni Alloh taolo buyurdi. Buning uchun biz Ramazon oyida yoki juma kuni oshxona etishga bo'lmaydi, yoki oshxona açsaq gunohkor bo'lib qolamiz degandek, bunda o'zi e'tiqodda bo'lish bu xato bir narsa. Davomli biz tirikchilik qilishimiz lozim. Pul topsak, kishilarga yordam qila olamiz. O'zimizmi o'zi yaxshi jondoshlik qila olamiz. Uning uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtida to'g'ri usul bilan pul tepish, bu Alloh taolo belgilagan narsa. Qanday to'g'ri usulda pul topamiz degan vaqtda har odam o'zining ish yerida bo'lgan vaqtda o'zining ishiniki türünü bilish lazım. O iş üstüde Allah Teala bizge neme prinsiplarını oturup koydu. Biz neme amel kılışımız lazım. Bu sahada biz dikkat kılışımız lazım diyen gibi. Yana makro vakitler degende mesela fiqh kitabında namazın vakitleri hakkında şundak makro vakitlerini bayan kılıdı. Mesela künneki bitirip çıkmağa vakitte yoki jing tushuga vaqtida yoki kunning bir tarafi o'ltirib, bir tarafi o'ltirmagan vaqtida namoz o'qishga bo'lmaydi. Nafl namoz o'qishga bo'lmaydi. Farz namozga ayir qilib qolsin, nafl namoz o'qishga bo'lmaydi degan shunday o'z qoidalar bor. Hidoyat shar'iy qoida aniq turdi shu narsa, avqat salat degan bobni o'qisa ashundan chiqadi. Bu yerdagi makro degan kelimani, ya'ni vaqtni biz aniq yaxshi tushunib olishimiz lozim. Faqat farz namozlarni shu vaqtlarda o'qish to'g'ri bo'lmaydi. Nima uchun degan vaqtda bu harom yoki makruh emas. Kunning yarimi chiqib, yarim chiqmagan vaqtda o'qigan namozimiz qaysi vaqtga tava bo'lganligini belgilanmagan bir namoz o'qib qoldi degan gap. Buning uchun biz bu yerda kunniki yarim chiqib, yarim chiqmagan vaqtda shaytonning ishki munguzniki o'tirisida chiqadi kun. O vaqtda biz shaytonga ibodat qilgan bo'lamiz deb quruq fatvolarni chiqarib, quruq safsat sotilgan insonlar bor masalan. Rivoyatida bor bu narsalar. Bu butunlay o'zi hech qanday asos yo'q nima. Bu yerdagi masala nima degan vaqtda kunniki yarimi chiqib, yarim chiqmagan vaqtda o bomdod namozini o'qidikmi yoki boshqa namozni o'qidikmi? Bu aniq bo'lmay qoldi degan gap. Bomdod degan kun chiqishning oldida o'qiladigan namoz. Uning uchun bu vaqtda farz namozni o'qishga bo'lmaydi. Ama nafl namozni kun chiqayotganda bo'lsin, kunning yarim chiqib, yarim chiqmaganda bo'lsin, yo kun jing tushganda bo'lsin, yoki bo'lmaydi, kun o'ltirayotganda bo'lsin, hech qanday buni faqatmaydi. Nima ish qilgan vaqtda uniki vaqti belgilangan bir namozlar emas u. Uning uchun zaten bu nafl namoz to'g'riliq Qur'oni Karimda hech qanday o'qish to'g'riliq bir kelimi yo'q. Agar o'qigan odam bo'lib qolsa, mush vaqtda namoz o'qisam men bo'lmaydi-ki, makroga deyishi bu butunlay xato degan gap. Hep qag'aya bormi? Yani bugünkü şu zaman makandaki haromlik
temisi olduysa şu mezmunla yani zaman makan diye emesken zaten umumlaştırıp ulaşlap insan. Şu zaman makanda bulangan ehdi vapa kılınıştık iş kılınmastık işler anladaki zaman makanga şu zaman makandaki nimin belgeleyken de halal haramını belgeleyken. Zaman makandaki halal haramını şu zaman makanda şu vaktin özde kılmaslıkka tüzülgen kilişim yoki kanun belgilaydigan gap. Onun için bu Kur'an'da misal nimeniki ma o yasalunuk an şehra nimelqi yasalunuk an ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas vel hajj degan ayetning o'zidimi yeni ayet o'g'irliqni so'raydi. Shu vaqtda esa ularga o ay deganni mawaqitu lin-nas insonlar vaqt belgilaydigan va hajning vaqtini belgilaydigan shundaq narsa desa, uning Zulhajning o'rnini belgilab olgan misol shu Makka mushriklar belgilab qo'ygan narsani hozirgi musulmonlar o'ziga shu vaqtni belgilab olgan. Aslida undaq emas buning o'zi. Nima degan vaqtda yana insonlar o'zi misol men hozir haram ko'rib kelgidek, hajga ko'rib kelgidek pul topgan bo'lsam, shu pul topgan pulum yeterlik berib kelishlik, salomatligim bor, pasportum hammasi joyida, vizani olsam ola olayman. Bundaq yo'l hammasi emin. Bundaq bir sharoitning o'zida men o'zim belgilayman degan gap. Men bu birinchi oyning, ikkinchi oyning faloni vaqtida men haramga berib kelay deyapman desak, shu vaqtni o'zimiz belgilagan bo'ldik. Ammo bu Zulhajning o'rnida haj qilish degan bundaq bir narsa bu Qur'onda bu narsa yo'q degan gap. İnsanlarniki salomatligi, berib kelishga bo'lgan yo'l aminligi va salomat nimalqi iqtisodiy, ya'ni yeterlik bo'lishi bu narsa belgilaydi degan gap. Bu narsa yeterlik bo'lgan vaqt inson men shu vaqtni berib kelsam bo'ldi degan ma'noni nimalqi vaqtni inson o'zi belgilaydi degan gap. Shuning uchun bu yerdagi bu 3 oynikini Makka mushriklarning belgilab berishdagi sababim nima degan vaqtda yuqorida biz deganga o'xshash bu 3 oy shu Saudiya Arabistonda istiqnoat to'van darajaga tushadigan bir vaqt ekan endi. Bu qatim bo'lgan chog'da ko'rdik biz. Bu vaqtda tijorat qilish hamma narsaga qulaylik bo'ldi degan gap bir 3 oy olsin pul tepib olish uchun qabilalar bilan kelishib to'xtam tuzishgan 3 oy degan gap bu. 7-chi oyda nima uchun urush qilmaydigan vaqtda 7-chi oyda hozir urush qilish emas. Saudiya Arabiston qurilishda ishlashni to'xtatdi ekan. 7-chi oyda nima uchun degan vaqtda 7-chi oyda qattiq isiqib ketgandikan, isiqib ketadi odamlarga bo'lmaydi oyda deb ayda 7-chi oyda bir oy ta'til qildigan gap. Chunki issiqda ishlamaydi-da, u 60 gradus issiq tursa yerda. Shuning uchun belki masal nima degan vaqtda shu yerga sharoit ashni belgilab ashni to'g'ri kelganligi uchun arablar shu vaqtning o'zini shu urush qilmaymiz va hokazo deb o'ziga bekitgan oy degan gap. Buningdan bizga ma'lum bo'ldig'i nima degan vaqtda har bir millat yoki har bir inson o'zaro kelishgan narsa, kelishgan shart shu vaqtni shu narsani qilishga harom qilishniki haromligini keltirib chiqardi degan gap bo'ldi. Xo'sh. Endi sizning aytganingiz zaman nima vaqtdagi 7-chi oy deganlar bilan masalan bu qamariya hisobi bilan milodiya hisobining orasida yilda 12 kun atrofida farq etadi bu. Aynan bo'lganligi uchun bir qarnada, hatto bir 2 qarnada bir qatimdan Ramazonning ro'zaninki vaqtimi milodiya yilda bir oylanadimda. Aynen yani hajning vaqtimi almışdı. Bazen kış peslik doğru keldi, bazen yaz peslik doğru keldi demde. Bu çalışılan bayatdan düşündürüşlerine taze düşmeye kaldı o mesela. Elbette düşmeydi. O düştü qanday oldu? O Araplar özü 11-chi, 12-chi, 1-chi oyni bekitib olgan. Endi hozircha desa, mesela men
98 yıl hacıga vargan vaqtida 3. ayının içine kelgen bu. He. Bazı adamlar mesela 4. ay, 5. ay, 6. ayda bağlarım vardı o. Hı. Vaqt açta almış durdu. Ama Araplar çoğusu kameriye aynı işletti bu yerde. Kameriye ay özgermeydi o. 11. ay, 12. ay, 1. ay degendekin o mango şu 12. ay, 1. ay, 11. ay, 1. ay, 12. ay, 1. ay olup turduğan gap bu yerde. He. Bunu bekitip algan hem. O şemsiye kalındarını işletkendekin o neyse her yılı 12 ay, 12 gün sürülgendekin bu berep mesela bir zamanlıda kış vaxtlığı 12. ayda Kurban Ayet namazını okuyan bolsak bir zamanlıda 6. ayda okuyumuz, doğru mu ya ki? Demek bu yerde neslim diye vaxtda Araplık o nesli hesap emez diyen gap o yerde. Bunun için Allah Teala bu Kur'an-ı Kerim'de hacının aylarının özünü insanlara bekitip vermeklik zaten. Falan ayda 6. ayda kılsa ya 7. ayda kılsa demeklik. Bu Zulhacce, Zulkade, Muharrem diyeninin özümü zaten şu 11. ay, 12. ay, 1. ay diyenini belgileydiğin bir neyse oğanlığı için ve kameriye aynı işletkenlik için Araplar. Hazır şemsiye aynı işletkenlikle o neyse hata çıkıdığın gen. Bunun için hazır insanlar neyim kıldısa sürülüp durdu. Ama o sürülüp durduğu vakti mi hacının eğidip məxsus bir aynı bekitiş Kur'an-ı Kerim'de yok diyen gen. Emni düşündüm ben. Yani hazır bugün bizge kadar kelgen enenvi düşünçimizdeki ibadetlerinin, Ramazan'ın, hecdin vaxtları çok mavakiyet diyen çağları aslında şu Allah irade kılgan çağ emez. Şu zamandaki Mekke müşriklere yaki demirler özü kilişken, pütüşken aylar, tarihler demekçi yazırsın. Şuna düşündüm hazır. Doğru. Şoň bu yerdeki bunun da halcı kadem bilen tartışıp kalgan yerlerimiz oldu. Lekin bu Kur'an-ı Kerim'deki vaqtni bizde davamlı kaçtak. Peygamber kitapını keltügen bolsa, peygamber keltügen kitapның özüge biz esilmay, peygamberge esil olgan işimiz olmasmy? Ba. Bu şunun okşaş. Allah Teala şu ayının içinde falan ayda biz maaşını kılmayımız dep siz kilişim tüzügen bolsaňlar, şu kilişimge emel kılınlar dese, o kilişim taşlap koyup ayının özünü tutuvelik de insanlar. Bu ıgır bir mesele iken bunu yakınlayan şu körsetilgenge emas, körsetkenge qarabiliş dep ıhçamladık bu sözlerini nimelerimizde, inkaslarımızda. Bu adın tartı ziyğisi bütün turmuşlarımıza sığıp kiripdi. Aşağıda sizleygendek hani Kur'an'ı ekkelse, peygamber ekkegen narsa Kur'an ama İslam ağallarımız peygamber. Bu mezhep imamları olsun, başka Ebu Hanife, başka akide imamları olsun, hemimizden ekkegen Kur'an. Ama bizim İslam ağalımız yani şu falancının işan, pistancının cümlesi de aşunun pesine işlik etti. Doğru. Hazırkı şu hadis meselesi mamandayken Kur'an'da bana deyilip degan sözde Kur'an'ın ölçem buluvatkanlığını dep dursak Kur'an'ı mayan koyup durup aşkep diğerlikimiz için bizge istivap varmız. Bizge istivap var da. Muşunun özümü şu tarihten buyan devam kılıp kelatkan körsetilgenge emas körsetkenge yani barmak qarap turuluşunki rüşen alametler ifadeler eken bu. Bunu ben ictimai hayattaki statüp siyasi hayatımızda ve hatta ibadetlerimize kadar nurgun neslerden örnek yığıvatımız hem de bir aldığımızda bir ayrım bir mahsus program kılıp kişilerge mana dep bunu tanlap mı dep nok koymsak olmayan derecede sınıp gitipti bu. Elbette. Biz manda davasak şu fikir bir yerde koyup edemge istilişme körsetken bilen körsetkişinin almış kolatıştan keltirip çıkan bir meslekin aşağı. Bunun bek çonkur işimiz lazımken. Ve bu vaktla zamanla makanı münasebetli kalalarım timisini bek yımkılarsak yani işilik etmesin lahite ıhçamlaştırırız doğru gelse şu zaman makanının Allah tarafından belgelenген ve alalarım çekirisi yoklukta belki şu zaman makanda oturup çıkan kilişimler, pütüşmeler,
belgilimler, insanlar arasındaki münasebetlerini o'ttirg'i chiqargan, taqozo qilgan mazmunlarning o'zi shu chog'dagi zamon makondagi nimani belgilab chiqardi ekan bu. Men shuni ashuna xulosalab oldim hozir. Bu hajning masalasini bayatım zamonga aloqador bo'lganligi uchun ozroq kirib qoldik, ammo u cho'qim ayrim bir tim bo'lish lozim bu. Elbette. Şuna bugün mençi mişada jig'ila Abdulaziz birodarim bugün sal charchab qopti. Men ekranға chiqmaydim mesela. Sal qo'shib qo'yish to'g'ri keldi. Mişa to'xtamda Bo'ldi. Benim mavi 5 Halalaram 5 bo'lsa halal haramning yo'q, halal haram 5-inchisi yo'q endi. Bu yerda buni tugitimiz. Keyingi qatimda belkim qazo va qadar haqida to'xtalamiz. Bu to'g'ri to'xtalgan bo'lsa bizni oldimiz to'xtalsin. Oxirida biz to'xtalaveramiz. Bütün o'zi o'limalarga hammasiga murojaat qilamiz. Ashlar o'z o'tirib qo'ysin. Bizmi o'tirg'i mush qazo va qadar haqida bu bir qatim tugmaydi. Menimcha nihoyat keng doirali bir mazmun. Onun için bunun bir ikki ders qilamiz belkim. O bek noçu takdir meselesi şu takdirini Kur'an'ı düşünce iki bo'lmaguncha Uyg'ur millati taqdirimi o'zgarmaydi qolishlar. Albatta. Buni asli burunroq o'tirib chiqilgan bir mazmunti, ammo kechikkan bo'lsak, lekin hozir toza vaqti yana deb o'ylayman. Buni kelar qatimda mush qazo va qadar to'g'ri qistab qilinliq Ramazonga aloqador mazmunni baldiroq kirishimiz kerak. Ya bayağı deb o'tdik aynan. Ramazonda açkanı açsa qanday oladi? O ayrim bir mazmunga bu. Ama Ramazonning o'zidagi bizga an'anaviy yani biz sunniylarning dini bo'yicha bizga keltirilgan singdirilgan an'anaviy tushunchamizdagi Ramazon ibodatlaridagi Ramazon iyidagi ibodatlarga aloqador bir bobni ayrim o'rganishimiz lozim. Chunki hozir biz shuni tushundikki 5 asas üstü kurulgan deyilgen moşu dinning 5 asasi deyatkan sözü yani asas 5 Türk'ün hatalıqını qadam eniq düşünüyotimiz ki Türk hata olsa üstüge atkan üstüge kurup çıkan çellis nim bulmakçı dep hemme narsani yangidan o'rganishga ehtiyojimiz bor ekan. Albatta. Buning uchun dilotimizda hamda bir qatam bosma hayotimizdan bir qatam nimaga kep bo'lguncha qochunmaslik uchun oldimiz taqozo qilinayotgan vaqt qistab kelayotgan ibodatlarni baldiroq to'xtatsak degan nima talab qilamiz inshaalloh. Bu hamdaligi hozirgidek tushuncha kelish uchun sizlar necha yilning yaxshi anglayapsizlar bu gapni uchun masalan biz aslında bir yer kelish uchun qanday bo'lish kerak deb men Ahmadjondan bir savol so'rab boqay masalan uchun. Endi men uni cho'qim manda bo'ladi desam, mening tushuncham ayrim, boshqa bir birodarimizning tushunchasi ayrim. Bir o'qildi, yeb bergan qo'yning hammasi o'xshash samirib ketishini atayin. O'zimizdagi masala bu birinchidan. Mening tushunchamda bu cho'qim bu din tafakkur dini ekan. Bu tafakkur qilmoq lozim ekan. Shunlarlakum tafakkurni Qur'onda jiq degan ekan. O'ylanish, tafakkur qilish bu shu butun ibodatning javri degan narsani agar men o'lmay olgan bo'lsam, cho'qim men o'tirib qo'yatdim, men degan bo'lardim. Mening tushuncham bu shu. Mening bugungi nuqta kelishimda shu tafakkur asosi o'rinda turg'uliq. To'g'ri. Tafakkur qilsam, uni ustiga bizniki tafakkur qilishimizdami Qur'oni Karimda bir oyat ustida bir narsani tushunishga esa faqat bir tal oyatni maqsad nimalqi asos qilib turib tushunish bu bir xato narsa. Shu sohadagi butun oyatni bir yerga to'plab turib tushungan vaqtda bu bizga umumiy bir o'zi bir xulosani berdi. Bergan vaqtda shu oyatning hammasi bir-birini qo'llaydi, ham bir-biriniki deyilmagan yerini to'liqlaydi bucha. To'liqlagandan keyin biz u yerda mukammal bir o'zi tushuncha hosil qila olamiz. Bu tushuncha uzun bir muddat zaten o'zi o bir dini umumiy bir mazmunni o'z ichiga olgan bo'lgandan keyin undan chiqqan xulosada biz xatolashmaymiz degan. Yani bir nimba var, hadis var mı? Bir hikmet söz var mı? Müminnin kalbi hakikatine
bayqaydı yoki eynik bo'ladi degan şekilde bir mazmun bor. Ya'ni insonning qalbi g'uborsiz, g'arazsiz, saf, g'ayri maqsadlardan xoli holda bir nuqtaga kelgan chog'da uning qalbida aks etilgan haqiqatning simosi yoki haqiqatning aksi, shu mana aks simosi shu Qur'onda o'tirib qo'yilgan narsaning o'zi chiqadi ekan. G'araz aralashgan chog'da alınmış ketadi ekan-da bu. Uning masalan aqida, mazhab, iqim, yani bizning ta'siri qatorliqlardan butunlay xoli bo'lgan chog'da o süzük bir sudek, xuddi pokiz aytilgan aynakdek u chog'da anglika eksitadi ekan. Doğru. Onun için bu halkı burun taat dep kıymetimiz Kur'an hakkında, Kur'an'ı düşünüş, dinini düşünüş hakkında kelgen vaxtida bir adam Kur'an'ı düşünmekçi olsa hiçbir mezhep teve olmagan asasda, hiçbir özü itikat akidege teve olmagan asasda muşu ayet zadi ya ki muşu mezmun, muşu mesele Kur'an'da kandak bayan kılıngan degan üstü to'xtalgan vaqtda shu masala ustida bütün oyatni chiqqandan keyin u masala nihoyat aniq bayon qilindi misol Qur'onda. Xudoy bo'lsa Qur'ondagi bu ahkam sohasidagi oyatlarni bir xulosalab bo'lgandan keyin Qur'ondagi oyatlar ustida bir mazmun balkim uni to'xtatib qolishimiz mumkin. U vaqt texnbek o'zi yaxshi bir xulosalar o'tirib chiqadi. İnşallah bu kelajakdagi ishlar. Kelar qatimda Kaza nima? Asla to'xtalimiz mı? Ramazan mı ya kaza vaqalar mı? Kana ona bir nima qilib bu ekrandan arqisi maslahat qilib e'lon qildi. Sizlar uchun qaysi bo'lsa o'xshashqa mening hammasi tayyorligim bor zaten bundan keyin bir kitob yozib bo'lg'ashqa mengacha. Bo'ldi vaqtida. Mayli, ma'qul. Abdülaziz birader. Meylem sustas. Razı olsun. Rahmet. Bugün torda bir X5 kolab qilib, bu YouTube'dagisi uzib ketibdi, Facebook'dan tushirib yuklab qo'yishtirishim inshaalloh. Bo'ptimda olsa aman bo'linglar. Inshaalloh. Alloh amanat. Ma'qul, Alloh amanat. Assalomu alaykum va rahmatulloh.